Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun biz asalari mahsulotida propolis eritmasini tayyorlaymiz. 15% propolis eritmasini tayyorlashimiz uchun bizga 15 gram tortilgan toza propolis kerak bo'ladi. 100 gram 70% ichimlik spirti va qirg'ich kerak bo'ladi. Toza propolisimizni ma'lum bir vaqtga muzlatgichga qo'yib olamiz. Muzlatilgan propolisimizni mayda qirg'ichda o'tkazib olamiz. Tayyor bo'lgan propolisimizni, maydalangan propolisimizni shishali idishga solamiz. Ustidan 100 gram 70% ichimlik spirtini quyib qopqog'ini yaxshilab yopib aralashmamizni yaxshilab aralashtiramiz va 2 hafta muddatga 14 kun muddatga qorong'uxonaga olib qo'yamiz. Bir kunda bir marta aralashmamizni yaxshilab aralashtirib turishimiz lozim. 14 kundan so'ng 14 kun o'tgach toza idishga mayda suzgichda suzib olamiz. Propolislar mayda suzgichda qoladi. Spirt propolisdagi foydali vitaminlarni o'ziga tortib olib, toza spirt bunga o'tadi. Tayyor propolis eritmasi mana to'q rangga kiradi.